Assalomu alaykum. Men Ishonxo'jayeva Nigora Ilyosxonovna Namangan viloyati Chust tumanidagi 9-sonli maktabda ona tili va adabiyotdan dars beraman. Hozirgi kunda pedagogik mahorat markazida 100 soatlik kursni ado etmoqdaman. Pedagogik mahorat kurslari haqida gapiradigan bo'lsam, bu yerdagi yaratilgan shart-sharoitlar yangicha, zamonaviy, hattoki kirishdan Face ID tizim, ya'ni bor yo'q qilish jarayonlari raqamlashtirilgan tizimga o'tgan. Undan tashqari bilim sifatlari juda ham yaxshi. Bizga yangicha ta'lim berish yo'llarini chin dildan o'rgatishmoqda. Ushbu bilimlarni o'rganish jarayonida o'zimga maqsad qilib qo'ydimki, bu yerda olgan bilimlarimni maktabga borib, o'quvchilar bilan amaliyotda qo'llayman degan umiddaman.